Tortingiz xuddi shunday qilib tushmasligi uchun men qilgan xatoni qilmang. Bugun o'sha restoranlardagi mashhur tiramisu shirinligini qilamiz. Ushbu shirinlik uchun kerak bo'ladigan svayardi pechenyesini xohlagan do'koningizdan topishingiz mumkin ekan. Men esa Ekobozordan oldim. E'tibor bering, krem uchun ishlatiladigan barcha mahsulotlar muzlatgichda bir xil haroratda bo'lsa, kremingiz xuddi futbolgerlarnikidek o'xshab chiqadi. Endi esa men qilgan eng katta xato svayardi pechenyesini sutli qahvada juda uzoq ushlab turganim bo'ldi. Ushbu pechenyelar o'zga suyuqlikni tezda shimib olib yumshab ketar ekan. Shu sababdan ham ularni terishga biroz qiynaldim. Siz esa bunday qilmang. Pechenyelarni tezda qahvaga botirib olsangiz, u yumshashga ulgurmaydi. Pechenyelarni qahvaga solib, kakao strujkasiga bulab, krem bilan tortimizni yasab olamiz. Ustiga kakao sepamiz, xolodilnikka biroz qo'yib, so'ng kesib yerliklarga ulashamiz. Qilgan xatoyim tiramisu ta'miga deyarli ta'sir qilmadi. Juda ham mayin, yumshoq, mazali va qahva ta'mli ushbu shirinlikni siz ham qilib ko'ring, yoqadi. To'liq retseptni izohdan topasiz.